buncha ko'p gapirasan. Gerçi qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning bosolmas. Yozang desam ojiz qalam ta'rifingiz Ana qizni tanidingmi? Ha, qaysi qiz? Tanimadingmi? Aptekachi qizmi? Ha? Tanirkansan? Ha. Uzr singlim, ko'rmay qolman deb bundoq yugurib kelayotgandim, yoqqa qarab ketyotgandim. Hech qisi yo'q. Uzr? Siz emas, biz emas, bular ko'rmay qoldilar menimcha. Yoki ko'rib ataylab urdilar. A? Yo bizani kuzatib yuribmi? Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Qiladigan ishingiz yo'q o'xshaydi demanimcha. Nima qilasiz bo'lsa? Yugurishga chiqdim. Ko'rdingmi? Sport bilan shug'ullanar ekan. Biz nima qilamiz? Biz ham sport bilan shug'ullanamiz. Faqat bugun birinchi kun. Aytmay tursiz bo'ladi-yu. Yo'q, biz ham birinchi kun emas bugun. Uyda qilyotgandik biza. Ha. Menga qarang, agar yana bir marta yo'limizni chiqadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring, men 4 yil bilan shug'ullanganman. Men ham 8 yil bilan shug'ullangan joyim bor. Undan tashqari 2 yil karate bilan ham shug'ullanganman. Hozir Baribaga boryapman. 1 yil bo'lib qoldi shekilli. Boryapsiz? Ha. Nimaga unda qulog'ingiz sinmagan? Qizlarning qulog'i sinmaydi. Qiz akkuratni trenirovka qilishadi. Yo'q, siz qayerdan bilasiz? Men ham Baribaga borganman 3 kun. Menga qarang, bo'lmabdi sizga. Ko'chada sport qilish. Tushing oldimga uyda qilamiz. Uyda? Ha. Uyda qanaqa qilamiz? Ko'rasiz uyda. Yuguring tezroq. Men nima qilma hozir yugurmay. Men hozir sizga ko'rib qo'ysinni ko'rsataman. O'zi bu meni ko'taradimi? Ha, bu 130 kilogacha ko'taradi. Yo'q, Ekranda yugur tezligingiz, bosib o'tgan sofiz, ketkazgan vaqtingiz, ketkazgan kaloriya, yuragingiz urishi hammasi ekran ko'rsatadi. Qiz bor, bu sigula o'siz kundishtin dasiz. O'zi dishting bo'lib yuribmi? Pastor bor. Naklon qilsangiz toqqa yugurib chiqqanday bo'ladi. Toqqa yugurolma o'zi shundoq. Buning har xil asarlar bor. Luboydan zakaz bo'ladi. Xohlasangiz bo'lib to'lashga oldim. To'liq siz Nima? Yuguring. O'lib qolaman hozir. Kechirasiz. oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning. Ye? Aptekachi qiz-ku. Ana endi o'zingdan qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Tuzalib qoldinglarmi? Tuzalishga tuzaldik-ku, o'sha kundan keyin qalbim yaralanib qolgan. Tinchlikmi? Nimaga? Xullas, o'sha kun aptekada bitta qiz yuragimdan urgan. U oppoq kiyimda aptekada menga kulib qarab turardi. O'sha kundan keyin oromim yo'q. Orom? Qayerga ketdi oromingiz? Voy. Taniysizmi siz bu qizni? Yo'q, men tanimayman. Kechirasiz singlim. Kimsiz siz? Hali tanimaydigan bo'lib qoldingizmi? Siz menga qarang. Tanimagan odamingiz rashk qilibsizmi? Rashk qotdilar, ha? Rashk qotdilar? Ha? Nima rashk qilibsiz? Siz g'alatiroqmisiz? Aptekaga kim qo'ydinglar? Qon bosimiga qarshi dorilar bormi? Yaqinda bittasini qon bosimi ko'tarilib ketadi. O'shani olishga boramiz. Davleniya emas. Ana ko'karishga qarshi dorilar bo'ladi-yu, kremlar. O'shani olishga boramiz. Kimlarnidir ko'zlari ko'karadi-da? Yo'q. Shunaqa. Oldimga tushiymanmi-ki? Yaxshi qoling, aptekachi qiz. Ko'rishamiz yaxshi qiz. Yuring-ne. Ilhomiy. Menga ham jinnatcha baxt nasib. Boshqa yo'q.